Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Central Asian Medical University Xalqaro tibbiyot universiteti fiziologiya va farmakologiya kafedrasi assistenti Husniddin Umarqulov. Bugun sizlar bilan hayotimiz davomida juda ham ko'p foydalanadigan beta adrenoblokatorlar haqida gaplashamiz. Ya'ni bu preparatlar nima qiladi, organizmda qanday effektlar keltirib chiqaradi, shu jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Biz bu jarayonlarni yaxshi tushunishimiz uchun o'zi beta retseptorlar qayerda joylashgan, ular faollashganda nima bo'ladi, shular haqida tushunchaga ega bo'lsak, biz beta adrenoblokatorlarning vazifasini to'g'ri tushuna olamiz. Sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Organizmda 3 xil beta adrenoretseptorlar joylashgan. Bular beta 1, beta 2 va beta 3 adrenoretseptorlar joylashgan bo'ladi organizmda. Xo'p, beta 1 adrenoretseptorlar qayerlarda joylashgan? Beta 1 adrenoretseptorlar yurakda va yuga apparatida joylashgan bo'ladi. Yurakda aynan yurakda 2 xil hujayralar bor, tipik va atipik kardiomiyositlar bor. Endi beta 1 adrenoretseptorlar ham tipik kardiomiyositda va atipik kardiomiyositda joylashgan bo'ladi. Bunga qo'shimcha ravishda yuragimizdagi yuga apparatida ham beta 1 adrenoretseptorlar joylashgan bo'ladi. Xo'p, bu beta 1 adrenoretseptorlar adrenalin va noradrenalin ta'sirida faollashadi. Buni faollashishi yurakni qisqarish kuchini oshirib beradi. Yurakdan qon otib berishini oshirib beradi, ya'ni qon tomirlarga yurakdan chiqayotgan qonning hajmini ko'paytirib beradi va yugadan renin sintezini oshirib beradi va pacemakerlarda, ya'ni atipik kardiomiyositlarda impuls hosil bo'lishini tezlashtirib beradi. Beta 1 adrenoretseptorlarni qo'zg'alishi, ya'ni bu nima ta'sirida qo'zg'alar ekan? Adrenalin va noradrenalin ta'sirida qo'zg'alar ekan. Xo'p, beta 2 adrenoretseptorlar qayerlarda joylashgan? Xo'p, beta 2 adrenoretseptorlar bronxlarda joylashgan bo'ladi, periferik qon tomirlarida joylashgan va gepatotsitlarda joylashgan bo'ladi. Xo'p, beta 2 adrenoretseptorlarda qo'zg'alishi, ya'ni faollashi, ya'ni bu ham adrenalin va noradrenalin ta'sirida faollashadi. Bronxdagi beta 2 faollashishi bronxlarni kengayishiga xizmat qiladi. Bronxlarni kengaytirib beradi. Periferik qon tomirlaridagi faollashishi qon tomirlarini kengaytirib beradi va gepatotsitlardagi beta 2 adrenoretseptorlarning faollashishi jigarda glikogendan glyukoza hosil bo'lishini ko'paytirib beradi. Ya'ni glikogenoliz jarayonini stimullab beradi. Xo'p, beta 3 adrenoretseptorlarning faollashishi yog' to'qimasida yog'larni parchalanish jarayonini kuchaytirib beradi. Endi shu jarayonda hozir mexanizmini qanday hosil bo'ladi, shu jarayonlar ko'rib chiqamiz. Beta 1 adrenoretseptorlar misolida ko'rib chiqamiz. Adrenalin bizda simpatik nerv sistemasi oxirlaridan adrenalin ajralib chiqib, yurakdagi beta 1 adrenoretseptorini qo'zg'atadi. Bu beta 1 adrenoretseptorining qo'zg'alishi GS oqsilni aktivlab beradi. GS oqsil aktivlanishi organizmda adenilat siklaza fermentini aktivlaydi. Demak, bizda adrenalin ta'sirida beta 1 adrenoretseptor faollashyapti. Beta 1 adrenoretseptor qayerda joylashgan dedik? Yurakda, tipik va atipik kardiomiyositlarda joylashgan. Xo'p, buni faollashishi GS oqsilni stimullab beradi. GS oqsil stimullanishi adenolat siklaza fermentini aktivlab beradi. Bu adenolat siklaza fermenti aktivlanishi bizdagi o'sha kardiomiyositlarimizdagi ATFni siklik AMF ga aylantirib beradi. Ya'ni ATFni siklik holatga o'tkazib beradi. Endi bizda siklik AMF hosil bo'ldi. Endi kardiomiyositlarda siklik AMFni hosil bo'lishi bizning kardiomiyositlarimizdagi protein kinaza A ni aktivlab beradi. Endi bizda yuragimizda hujayralarda, ya'ni kardiomiyositlarda protein kinaza A hosil bo'ldi. Aynan mana shu protein kinaza A kardiomiyositlardagi L va T tipdagi kalsiy kanallarini ochib beradi.
Natijada kardiomiotsidni ichiga, hujayrani ichiga kalsiy kirib keladi. Kalsiy kirib keladi va bundan tashqari kardiomiotsidlarda ichida bo'lgan sarkoplazmatik retikulumdagi rayanadin 2-tip retseptorlarini qo'zg'atib beradi. Protein kinaza A. Demak, protein kinaza ikkita ish qilyapti. Hozir bu yerda L va T tipdagi kalsiy kanallarini ochyapti va sarkoplazmatik retikulumdagi rayanadin 2-tip retseptorlarni qo'zg'atyapti. Natijada sarkoplazmatik retikulumda ichidan kardiomiotsidni ichiga kalsiy chiqib kelyapti. Natijada kardiomiotsidni ichida kalsiy oshyapti. Bu kalsiy oshishi biz kardiomiotsidlarni qisqarish kuchini oshirib beradi. Natijada kardiomiotsid kuchliroq qisqaradi. Kuchliroq qisqargandan keyin normaga nisbatan ko'proq qon otib beradi aortaga. Ya'ni qon tomirlarimizga ko'proq qon otib beradi. Natijada qon bosimi oshishi mumkin shu sabab tufayli. Endi beta 1 adrenal retseptorni biz yurakdan tashqari yugada ham joylashgan dedik. Endi yugadagi beta 1 adrenal retseptorini qo'zg'arishi buni ham xuddi shu jarayon ketadi. U ham adrenalin yoki noradrenalin ta'sirida faollashadi. GS-oksilni aktivlab beradi. GS-oksil aktivlangandan keyin bizda doimo adenolat siklaza fermenti aktivlanadi. Adenolat siklaza aktivlangandan keyin ATF dan siklik AMF hosil bo'ladi. Siklik AMFni hosil bo'lishi protein kinaza A ni aktivlaydi. Protein kinaza A aktivlangandan keyin yana yugada ham mana hujayrani ichida kalsiy miqdori ortadi. Kalsiy miqdori ortgandan keyin endi yugada reninni sintezi oshadi. Bizda renin yugadagi renin sintez qiladigan organellalardan renin sintezi oshib ketadi. Natijada renin angiotensin aldosteron sistemasi ishga tushib, bizda qon tomirlarini toraytirib, qon bosimini oshirishi mumkin. Beta 2 adrenal retseptorlarni bronxlarda joylashgan dedik. Qaranglar, bizda protein kinaza A ko'ndalang targ'il va silliq muskullarda spazmga, ya'ni ularni qisqarishini oshirib bersa, silliq muskulda protein kinaza A muskulni bo'shashtirib berish vazifasini bajaradi. Ya'ni bronxdagi beta 2 retseptor faollashishi, GS-oksilni aktivlaydi va oxir-oqibat protein kinaza A hosil bo'ladi. Bizdagi bronxlarimizda hujayrasida protein kinaza A hosil bo'ldi. Endi bizda o'zi beta 2 retseptor faollashganda bronxlar o'zi kengayishi kerak. Kengayadi. Qanday kengayadi? Bizda silliq muskulda bu protein kinaza A bizda silliq muskulda protein kinaza A hosil bo'lsa, bu miyozin yengil zanjir kinazasini bloklaydi. Natijada miyozin yengil zanjir kinazasi bloklangandan keyin bu ferment bu silliq muskuldagi miyozin yengil zanjiriga fosfat guruhini qo'shib beradi. O'zi normada miyozin yengil zanjir kinazasi uni fosforilab qo'yadi. Natijada muskul qisqaradi. Bronxlardagi muskul qisqaradi. Endi bizda protein kinaza A hosil bo'lgandan keyin bu miyozin yengil zanjir kinazasi bloklanib qolyapti. Bloklangandan keyin miyozinni yengil zanjiriga fosfat guruhini qo'shib bera olmaydi. Natijada muskul qisqarmaydi. Natijada bronxlarimiz bo'shashishini kuzatishimiz mumkin. Bu protein kinaza A ni birinchi vazifasi, muskulni bo'shashtirishdagi birinchi vazifasi. Yana bizda agar bronxlarimizda protein kinaza A hosil bo'lishi silliq muskuldagi kaliy kanalini aktivlaydi. Natijada hujayrani ichidagi kaliy hujayrani tashqarisiga chiqib ketib qoladi va hujayrani tashqarisida musbat ionlar soni ortib ketib, giperpoliarizatsiya holati vujudga keladi. Giperpoliarizatsiya holatida o'z-o'zidan tashqaridagi kalsiy ichkariga kira olmaydi. Chunki tashqarida musbat zaryad ko'payib ketib qolganligi sababli kalsiy ichkariga kira olmay qoladi. Va uchinchi vazifasi protein kinaza A to'g'ridan-to'g'ri kalsiy kanalini bloklab qo'yadi. Natijada tashqaridagi kalsiy ichkariga kirmaydi va muskul qisqarmaydi.
Endi bu bronxlardagi protein kinaza Ani vazifasi, ya'ni bronxlardagi beta 2 adrenal retseptor faollashganda bronxlar qanday qilib kengayishini mexanizmi shu. Demak, protein kinaza A miozin yengil zanjir kinazasini bloklaydi. Natijada u miozinning yengil zanjiri fosforillanmasdan muskul bo'shashadi. Xo'p, protein kinaza kaliy kanalini aktivlaydi. Ichkaridagi kaliy tashqariga chiqib ketib, giperpolarizatsiya holatini vujudga keltiradi. Giperpolarizatsiya holatida kalsiy ichkariga kira olmaydi. Natijada muskul yana bo'shashadi va uchinchi oxirgi ta'siri to'g'ridan-to'g'ri kalsiy kanalini yopib qo'yadi. Kalsiy kira olmagandan keyin muskul bo'shashadi va bronx kengayadi. Xo'p, yana gepatositlarda ham beta 2 adrenal retseptorlar joylashgan. Beta 2 gepatositdagi beta 2 adrenal retseptorlarning faollashishi gepatositda protein kinaza Ani hosil qilib beradi. Ya'ni shu yo'l orqali beta 2 qo'zg'alib, GS oqsili aktivlandi, adenylat siklaza aktivlanadi, ATFni siklik AMFga aylantirib beradi. Siklik AMFning hosil bo'lishi protein kinaza Ani aktivladi. Endi bizda gepatositda protein kinaza Ani aktivlanishi glikogen fosforilaza fermentini bloklaydi. Gepatositda protein kinaza A glikogen fosforilaza fermentini bloklab qo'yadi. Protein kinaza A buni bloklaydi. Buni vazifasi nima edi? Buni vazifasi jigarda glikogendan glyukoza hosil qilish edi. Normal holatda shu jarayonlar ketadi. Glikogen jigarda glikogen fosforilaza ta'sirida glyukozaga aylanadi. Qachonki jigardagi beta 2 adrenal retseptori faollashganda biz shu joyda ahamiyat berib ketishimiz kerak. Agar bizda qandli diabeti bor bemor bo'lsa va unga beta blokatorlar berayotganligimizda gipoglikemik komaga tushib qolishi mumkin, ya'ni qonda qand miqdori kamayib ketishi mumkin. Qanday kamayib ketadi? Biz agar mana bu beta 2 retseptorini bloklab qo'ysak, beta 2 retseptor bloklanishi tufayli mana bu protein kinaza A hosil bo'lmaydi gepatositlarda. Gepatositda hosil bo'lmagandan keyin glikogen fosforilaza fermenti faollashmaydi. Faollashmagandan keyin glikogendan glyukoza hosil bo'lmaydi. Glikogendan glyukoza hosil bo'lmagandan keyin qonda qand miqdori tushadi. Agar qandli diabeti bor bemor uni davleniyasi ham bo'lsa, qandli diabetini kamaytirish uchun insulin yoki qonda qand miqdorini pasaytiruvchi boshqa preparatlar qabul qilish bilan birga beta adrenal blokatorlarni ham qabul qilayotganda qonida qand miqdori keskin tushib ketib qolishi mumkin. Chunki ham insulin qonda qand miqdorini kamaytiradi, ham beta blokatorlar kamaytiradi. Qanday kamaytiryapti? Beta blokatorlar protein kinaza Ani hosil bo'lishi kamayib ketyapti. Natijada glikogen fosforilaza aktivlanmayapti. Glikogen fosforilaza aktivlanmagandan keyin glikogendan glyukoza hosil bo'lmayapti. Natijada qondagi qand miqdori keskin tushib ketib qoladi va buni bemor sezmaydi. Nimaga sezmaydi? Chunki bizda gipoglikemiyani belgilari terlash, tremor va taxikardiya bemor sezmaydi. Nimaga sezmaydi? Chunki bizda beta adrenal retseptorlarni bloklab qo'yganmiz. Shu beta adrenal blokator qabul qilish natijada bemor qonidagi qand miqdori tushib ketishini sezmaydi va keskin kamayib ketishi natijasida gipoglikemik koma holati kuzatilishi mumkin. Shuning uchun doimo qandli diabeti bor bemorlar agar beta blokatorlar qabul qilayotganda doimo qonda qand miqdorini nazorat qilib turish shart hisoblanadi.